birinchi biznesda hammaga oylik to'lash shart emas. Imkoniyati yo'q bo'lsa, masalan, yollab olib kelsa, yollab bir oylik pulini berishga imkoniyati yo'qdir. Men pulni aytsa katta mablag' aytishim mumkin. Masalan, mana shuncha berasiz desa, bu odam katta mablag' aytyapti. Bitta undan voz kechib olmaslik kerak. Undanda masalan, o'sha bir oylikni bir kunligini sotib olsa. Bir kunligini imkoniyati yo'q bo'lsa, mana shunday singarida 1 soatlik, 2 soatlikni sotib olsa. 1 soat, 2 soat, 1 soat. Masalan, 1 soatga shu bizga da 1 soat kelib ketsangiz deydi. Eng asosiy nimalarni so'raladi. So'raladi. Kelganda mehr ko'zdadir. Bolalar bilib olish kerak. Mehr ko'zda, ko'zingizga qarab turgandan keyin odamning mehri tushib qoladi-da. Har qanday ustozlarda, har qanday odamlarda mehri tushib qolsa, o'zi o'sha yigitga mehri tushib qolsa, keyin soatini qiziqib bo'lmay qoladi.